Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, buvi-bobolarimiz va pensiya masalasida yaqinlariga yordam berayotgan farzandlar. Bugun men sizga sentabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgani. Bu o'zgarish nimani anglatishi? Kimlar pulini odatdagidan oldin yoki kechroq olishi mumkinligi? Qaysi holatlarda xavotir olish kerakligi va qaysi holatlarda tinch kutish kerakligi haqida juda muhim ma'lumot beraman. Bu mavzu har bir pensionerga tegishli. Chunki jadvaldagi bir kunlik o'zgarish ham dori darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov yoki qarz majburiyatlariga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bunday amaliy ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib berishda davom etaman. Men avvalo eng ko'p berilayotgan savolga javob beraman. Pensiya bekor bo'ldimi? Kamaytirildimi yoki to'lovlar to'xtatildimi? Yo'q, jadval qayta tuzilgani pensiya bekor qilindi degani emas. Bu asosan pulni yetkazish yoki bank kartasiga tushirish kunlari qayta tartiblanganini anglatadi. Ya'ni pensioner o'ziga tegishli pensiyani oladi. Lekin ayrim mahallalarda, ayrim bank filiallarida yoki ayrim toifadagi pensionerlarda to'lov kuni avvalgi oydagidan farq qilishi mumkin. Oldin qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar har oy taxminan bir xil kunlarda pul olardi. Masalan, kimdir oyning 4 kunida, kimdir kechish kunida, kimdir 12 kunida, kimdir esa 12 kunida pensiya olgan. Karta orqali oladiganlarda pul bank tizimiga tushgach, SMS kelardi yoki ilovada ko'rinardi. Naqd shaklda oladiganlar esa mahalla, pochta, bank yoki mas'ul xodimlar orqali belgilangan kunda pulini olardi. Odamlar shunga ko'nikib qolgan. Masalan, men 10 sana pensiya olaman. Demak, 11 sana dorixonaga boraman, 12 sana elektr pulini to'layman, 12 sana bozor oy uchun kerakli mahsulot olaman deb reja qilgan. Endi nima o'zgardi? Sentabr oyida jadval qayta ko'rib chiqilgani sababli ayrim hududlarda to'lovlar bosqichma-bosqich yangilangan ro'yxat asosida yoki banklar va mas'ul tashkilotlar yuklamasiga qarab taqsimlanishi mumkin. Buning sababi oddiy, pensiya oluvchilar soni ko'p. To'lovlar bir kunda hammaga amalga oshirilsa, bankda navbat o'rtada, bankomatlarda pul tez tugaydi. Pochta va yetkazib berish xodimlariga bosim kuchayadi. Natijada odamlar sarson bo'ladi. Jadval qayta tuzilganda maqsad to'lovlarni tartibliroq, navbatsizroq va tizimliroq qilish bo'ladi. Lekin amalda bu o'zgarish pensioner uchun noaniqlik keltiradi. Pulim qachon tushadi? Kechiksa nima qilaman? Menga aytishmadimi? Hujjatimda muammo bormi? degan savollar paydo bo'ladi. Men bu yerda muhim bir narsani alohida aytaman. Agar sizning pensiyangiz odatdagi kundan bir necha kun kechiksa, darhol vahimaga tushmang. Lekin mutlaqo befarq ham bo'lmang. To'g'ri yo'l shuki, avval jadval o'zgargan bo'lishi mumkinligini inobatga olasiz. Keyin o'zingizga tegishli bank, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki mahalla orqali aniqlik kiritasiz. Men pensionerlarga eng avval 3 ta narsani bilib olishni tavsiya qilaman. Birinchisi, siz pensiyani qaysi shaklda olasiz? Bank kartasigami yoki naqd pul holatidami? Ikkinchisi, sizning hududingizda to'lovlar qaysi sanalar oralig'ida amalga oshiriladi? Uchinchisi, sizning hujjatlaringiz, karta muddati va shaxsiy ma'lumotlaringizda muammo yo'qmi? Karta orqali pensiya oladiganlar uchun vaziyat odatda biroz qulayroq. Chunki pul tushishi bilan SMS xabar keladi yoki bank ilovasida ko'rinadi. Lekin karta orqali oladigan pensionerlar ham bir narsa unutmasin. Pul davlat tomonidan ajratilgani bilan bank tizimida texnik ishlov berish, ro'yxatlarni solishtirish, hisob varaqqa o'tkazish jarayoni bo'ladi. Masalan, siz odatda 7 sana pul olgan bo'lsangiz, sentyabrda 9 yoki 10 sana tushishi mumkin. Bu har doim ham muammo degani emas. Ammo 7 ish kuni o'tib ham pul tushmasa, unda tekshirish kerak. Naqd pul oladiganlar uchun esa jadvaldagi o'zgarish ko'proq seziladi. Chunki pulni yetkazib berish uchun mas'ul xodim bir kunda hamma xonadonga bora olmaydi. Masalan, bir mahallada 5 nafar pensioner bo'lsa, ularning hammasiga bir kunda xizmat ko'rsatish qiyin. Shuning uchun ko'chalar, sektorlar yoki ro'yxat bo'yicha kunlar ajratilishi mumkin. Siz avval 12 sana olgan bo'lsangiz, endi 14 sana yoki 15 sana belgilanishi ehtimoldan xoli emas. Bunday holatda eng to'g'ri ish mahalla mas'ullaridan yoki to'lovni yetkazuvchi tashkilotdan o'zingizga tegishli sanani so'rashdir. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Men birinchi navbatda nogironligi bo'lgan shaxslar, yoshi katta bo'lib mustaqil harakatlana olmaydigan pensionerlar, yolg'iz yashovchilar
karta muddati tugash arafasida bo'lganlar, yaqinda yashash manzilini o'zgartirganlar va pensiya turi o'zgargan fuqarolarni aytaman. Masalan, fuqaro yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsa va yaqinda boshqa tumanga ko'chib o'tgan bo'lsa, uning ma'lumotlari yangi hududga o'tishda tekshiruv bo'lishi mumkin. Yoki karta muddati avgust oxirida tugagan bo'lsa, sentyabrda pul tushmayapti deb o'ylashi mumkin. Aslida esa yangi karta rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Kimlar kamroq xavotir qilsa bo'ladi. Agar siz har oy muntazam pensiya olib kelayotgan bo'lsangiz, manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa va hududingizda to'lovlar boshlanganini eshitgan bo'lsangiz, odatdagi kundan 3 kun farq bo'lishi katta muammo emas. Lekin men baribir pul tushmaganini nazorat qilishni maslahat beraman. Chunki pensionerning eng katta xatosi o'zi kelib qolar deb bir oy kutib yurishidir. Keling, men oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi Oltin tax yoshli onaxon har oy 6 sana pensiya oladi. Uning pensiyasi 1.2 million so'm bo'lsin. U shu puldan 300 ming so'mni doriga, 2 ming so'mini oziq-ovqatga, 1 ming so'mini kommunal to'lovlarga ajratadi. Sentyabrda jadval o'zgargani uchun pul 6 sana emas, 9 sana tushdi. Agar onaxon bundan bexabar bo'lsa, 6 sana bankomatga boradi, pul yo'q. 7 sana yana boradi, yana yo'q. Xavotir oladi. Aslida esa muammo yo'q, faqat to'lov kuni siljigan. Lekin bu yerda xulosa shuki, jadvalni oldindan bilish odamni sarsonlikdan qutqaradi. Ikkinchi misol, naqd pensiya oladigan otaxon qishloqda yashaydi. U odatda har oyning 10 sanasida pul olgan. Sentyabrda mahalladagi pensionerlar soni va yetkazib berish yo'nalishi qayta taqsimlangan. Natijada uning ko'chasi 37 sana ro'yxatga tushgan. Otaxon 15 sana pul kelmadi deb qo'shnilaridan qarz olishga majbur bo'lishi mumkin. Agar u mahalla raisi yoki mas'ul xodimdan mening ko'chamga qachon kelinadi rejasini to'g'ri qiladi. Masalan, doğrusini 10 sana tugatmasdan avvaldan 2-3 kunlik zaxira qilib qo'yadi. Uchinchi misol. Pensioner kartasining muddati sentyabr oyida tugaydi. Bu karta orqali 1.8 million so'm pensiya oladi. Pul ajratilgan bo'lishi mumkin. Lekin karta faol bo'lmasa yoki bank hisobida texnik cheklov bo'lsa, pensioner pulni ishlata olmaydi. Bunday vaziyatda pensiyamni bermayapti deb o'ylashdan oldin bankka borib karta holatini tekshirish kerak. Ko'pincha muammo pensiyaning o'zida emas, karta yoki hisob varaqda bo'ladi. Shuning uchun men har bir pensionerga karta muddati, PIN kod, SMS xabarnoma va bank ilovasi ishlashini tekshirib qo'yishni maslahat beraman. 4-misol, farzandi chet elda ishlayotgan, o'zi yolg'iz yashaydigan buvining pensiyasi har oy uyga olib kelinadi. Jadval o'zgargandan keyin xodim boshqa kuni keladi. Buvining eshigi yopiq bo'lsa yoki telefoniga javob bermasa, to'lov keyingi kunga qo'lishi mumkin. Keyin bu menga pul olib kelishmadi deydi. Bunday holat bo'lmasligi uchun yolg'iz yashaydigan pensionerlar telefon raqamini mahalla va mas'ul xodimga to'g'ri berib qo'yishi, uyda bo'lmaydigan kunni oldindan aytish kerak. Farzandlar esa ota-onasining to'lov sanasini bilib, o'sha kuni telefon qilib eslatib qo'ysa juda foydali bo'ladi. Endi men ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Dam olish kunlari va bayram kunlari. Agar sizning to'lov kuningiz shanba, yakshanba yoki ishlanmaydigan kunga to'g'ri kelsa, pul oldinroq yoki keyinroq tushishi mumkin. Bu bank va to'lov tizimlarining ish tartibiga bog'liq. Masalan, 10 sana yakshanbaga to'g'ri kelsa, ayrim hollarda pul 8 sana juma kuni tushadi. Ayrim hollarda esa 11 sana dushanba kuni ko'rinadi. Shuning uchun kalendarga qarab ham xulosa qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat. Bankomatda pul yo'qligi pensiya tushmadi degani emas. Ko'p pensionerlar kartaga pul tushgani bankomat orqali tekshiradi. Bankomatda naqd pul bo'lmasa, ular pensiyam yo'q ekan deb o'ylaydi. Aslida karta balansida pul bor. Faqat bankomat naqd bermayapti. Bunday holatda bank ilovasi, SMS xabar, bank kassasi yoki boshqa bankomat orqali tekshirib ko'rish kerak. Agar balansda pul bor bo'lsa, siz dorixona, do'kon yoki kommunal to'lovlarni karta orqali ham amalga oshirishingiz mumkin. Naqd pul shart bo'lmagan joylarda kartadan foydalanish navbat va asabiylikni kamaytiradi. Uchinchi nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlarda aliment, kredit, sud qarori yoki boshqa majburiy undiruvlar bo'lishi mumkin. Bunday holatda kartaga tushgan summa odatdagidan kam ko'rinishi ehtimoli bor. Masalan,
Odam har oy 1 million 500 ming so'm olaman deb kutadi, lekin 1 million 200 ming so'm tushdi. U darhol pensiyani kamaytirishdi deb o'ylaydi. Aslida 300 ming so'm qonuniy ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Buni bankdan yoki tegishli ijro organlaridan aniqlash kerak. Men har doim tavsiya qilaman. Agar summa o'zgarsa, avval rasmiy izoh so'rang, taxmin bilan xulosa qilmang. 4-nozik jihat. Hujjatdagi ism, familiya, pasport yoki ID karta ma'lumotlari. Agar fuqaro yaqinda hujjatini almashtirgan bo'lsa, ma'lumotlar bazasida yangilanish bo'lishi mumkin. Ba'zan eski pasport raqami, yangi ID karta raqami. Bankdagi ma'lumot va pensiya tizimidagi ma'lumot bir-biriga mos kelishi kerak bo'ladi. Mos kelmasa to'lov vaqtincha ushlanib qolishi yoki aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun hujjat almashtirgan pensionerlar bankka ham, pensiya jamg'armasi bo'limiga ham yangi ma'lumot kiritilganini tekshirtirib qo'ysin. 5-nozik jihat, yashash manzilini o'zgartirish. Ko'pchilik pensionerlar farzandinikiga ko'chadi, lekin rasmiy manzil yoki xizmat ko'rsatuvchi bo'limni yangilashni unutadi. Natijada to'lov eski hudud ro'yxatida qoladi. Odam esa yangi hududda kutadi. Agar siz yaqinda boshqa tuman yoki viloyatga ko'chgan bo'lsangiz, pensiya ishingiz qaysi hududda yuritilayotganini albatta aniqlang. Bu ayniqsa naqd pul oladiganlar uchun muhim. Chunki yetkazib berish manzili noto'g'ri bo'lsa, pul sizga vaqtida yetib kelmaydi. 6-nozik jihat, ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar sog'ligi sababli pensiyani farzandi, qarindoshi yoki ishonchli vakili orqali oladi. Bunda ishonchnoma muddati tugamagan bo'lishi kerak. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, vakil pulni ololmaydi. Pensioner esa jadval o'zgardi, shuning uchun bermayapti deb o'ylashi mumkin. Aslida sabab hujjat muddatida bo'ladi. Shuning uchun ishonchnoma bilan pensiya oladigan oilalar hujjat sanasini oldindan tekshirish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Pensioner nima qilish kerak? Men buni aniq qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, o'zingizning odatdagi pensiya sanangizni yozib qo'ying. Masalan, siz odatda taksi sana olasiz. Sentyabrda esa hududingizdagi jadval o'zgargan bo'lishi mumkin. Shuning uchun taksi sana pul tushmasa, darhol vahma qilmaysiz. Lekin 9 yoki 10 sana holatni tekshirasiz. Ikkinchi qadam, pulni qayerdan olishingizni aniqlashtiring. Agar karta orqali olsa, bank bilan bog'laning. Bank ilovasida balans ko'ring, SMS xabarini tekshiring, karta muddati va hisob holatini so'rang. Agar naqd olsa, mahalla, pochta yoki to'lovni yetkazuvchi mas'ul tashkilotdan mening hududim bo'yicha sentyabr to'lov sanasi qaysi kun deb so'rang. Savolni umumiy bermang. Pensiya qachon bo'ladi desangiz, umumiy javob olasiz. Falon mahalla, falon ko'cha, falon ro'yxatdagi pensioner sifatida menga qaysi sana belgilangan deb aniq so'rang. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, telefon raqamingiz va kerak bo'lsa ishonchnoma bo'lishi kerak. Agar bankka boradigan bo'lsangiz, ID kartangizni albatta oling. Agar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilsangiz, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va savolingizni aniq yozib oling. Men pensionerlarga oddiy daftar tutishni tavsiya qilaman. Qaysi kuni bordim, kim bilan gaplashdim, nima dedi, qaysi raqamga qo'ng'iroq qildim deb yozib qo'ying. Bu keyin chalkashlikni kamaytiradi. 4-qadam, agar pensiya tushmasa yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin masala cho'zilsa, yozma murojaat muhim. Murojaatda shunday mazmun bo'lishi mumkin. Men falonchi, falon manzilda yashayman, falon turdagi pensiya olaman. Odatda falon sanada to'lov olardim. Sentyabr oyida to'lov kelmadi yoki summa farq qildi. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lov holatini tekshirib berishingizni so'rayman. Bunda telefon raqamingizni, manzilingizni va bank kartangiz oxirgi raqamlarini ko'rsatishingiz mumkin, lekin kartaning to'liq raqami, PIN kod yoki maxfiy kodlarni hech kimga aytmang. 5-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Jadval o'zgargan paytda ayrim nopoq odamlar pensionerlarni chalg'itishi mumkin. Masalan, pensiyangizni tezlashtirib beraman. Kartangizga pul tushishi uchun kod ayting. Telefoningizga kelgan SMS raqamni menga ayting. Ma'lumotlaringizni tasdiqlamasangiz pensiya to'xtaydi deyishi mumkin. Men qat'iy aytaman, bank kartangiz PIN kodi, SMS kodi, karta orqasidagi maxfiy kod hech kimga aytilmaydi. Rasmiy xodim bunday kodlarni so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, darhol suhbatni to'xtating va bank yoki yaqinlaringizga xabar bering. 6-qadam.
Oilada oldindan reja qiling. Farzandlar ota-onasining pensiya sanasini bilib qo'ysin. Agar jadval o'zgarsa, ularga 2-3 kunlik oziq-ovqat, dori yoki yo'l xarajati bo'yicha yordam kerak bo'lishi mumkin. Bu juda oddiy ko'rinadi. Lekin amalda katta yordam beradi. Masalan, onaxonning qon bosimi dorisi har kuni kerak bo'lsa, pensiya kechikkan kuni dorisiz qolmasligi kerak. Demak, oila a'zolari sentyabr oyida ayniqsa e'tiborli bo'lishi lozim. 7-qadam. Summani tekshiring. Pul tushganda faqat tushdi deb qo'ymang, qancha tushganini ham ko'ring. Odatdagi summa bilan solishtiring. Agar farq bo'lsa, sababini aniqlang. Balki qayta hisob-kitob bo'lgandir, balki ushlab qolish bordir. Balki bank xizmati yoki boshqa to'lov bilan bog'liq masala bordir. Pul kam tushganini ko'rib darhol janjal qilish emas, avval hujjatli izoh olish kerak. Lekin izoh so'rashdan uyalmang, bu sizning qonuniy huquqingiz. 8-qadam. Agar siz yotoqda yotgan yoki yurishi qiyin pensioner bo'lsangiz, yaqinlaringiz orqali oldindan xabar bering. To'lovni uyga yetkazish kerak bo'lsa, manzil, telefon, eshik raqami mo'ljal aniq bo'lishi kerak. Mas'ul xodim kelganida pensioner uyda bo'lmasa yoki hujjat topilmasa, jarayon cho'ziladi. Shuning uchun hujjatlarni bitta joyga qo'yib, yaqin odamga aytib qo'yish kerak. Men alohida sanab o'taman. Agar pensiya odatdagi kundan 5-7 ish kuni o'tib ham tushmasa, murojaat qiling. Agar karta ishlamay qolsa, bankka boring. Agar summa keskin kamayib qolsa, izoh so'rang. Agar sizga hujjatingizda muammo bor deyishsa, qaysi hujjat? Qaysi band? Qanday tuzatish kerakligini yozma yoki aniq shaklda so'rang. Agar pensiyani boshqa odam olib qo'ygan degan shubha bo'lsa, darhol bank, pensiya jamg'armasi va zarur bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Agar sizning pensioner yaqinlaringiz telefon ishlatishni yaxshi bilmasa, ularga yordam bering. Bank ilovasiga kirib balansni tekshirish. SMSni o'qish, bankka qo'ng'iroq qilish, mahalladan jadvalni so'rash oddiy ishdek tuyuladi. Lekin 7-5 yoshli odam uchun bu qiyin bo'lishi mumkin. Men farzandlarga shuni aytaman, ota-onangizga faqat pul berish emas, ma'lumotni tushuntirish ham yordamdir. Ayniqsa jadval o'zgargan oyda bu juda muhim. Yana bir muhim jihat, ijtimoiy tarmoqlardagi har bir xabarga ishonmang. Hamma pensiya 20 sangacha kechikadi. Faqat falon bank beradi. Pensiyalar to'xtatildi. Yangi ariza yozmaganlarga pul berilmaydi kabi gaplar tarqalishi mumkin. Men ekspert sifatida maslahat beraman. Faqat rasmiy manba bank pensiya jamg'armasi bo'limi. Mahalla mas'ullari yoki ishonchli axborot kanallari orqali tasdiqlangan ma'lumotga ishoning. Mish-mish odamni sarson qiladi, rasmiy ma'lumot esa yo'l ko'rsatadi. Demak, sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgani eng avvalo to'lov kunlari va tartibida o'zgarish bo'lishi mumkinligini anglatadi. Bu pensiya bekor bo'ldi yoki hammaning puli kechikadi degani emas. Kimdir odatdagi sanada oladi. Kimdir bir necha kun oldin yoki keyin olishi mumkin. Eng muhimi, siz o'z holatingizni bilishingiz kerak. Karta orqali olasizmi? Naqd olasizmi? Hujjatlaringiz joyidami? Karta muddat tugamaganmi? Manzilingiz to'g'rimi? Sizga tegishli to'lov sanasi qaysi kun? Men sizga tavsiya qiladigan asosiy ishlar shular. Jadvalni aniqlang. Bank yoki mahalla bilan bog'laning. Hujjatlarni tayyor tuting. Summa va sanani tekshiring. Kechikish cho'zilsa yozib murojaat qiling. Maxfiy karta kodlarini hech kimga bermang va yolg'iz yashaydigan pensionerlarga albatta yordam bering. Pensiya ko'pchilik uchun oddiy daromad emas, balki oy davomida yashash, davolanish va ro'zg'orni yuritish manbai. Shuning uchun bu masalaga beparvo qarab bo'lmaydi. Sizning hududingizda pensiya qaysi sanada berilmoqda? Sentyabr oyida pul odatdagi kunda tushdimi yoki jadval o'zgardimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men pensionerlar uchun eng kerakli, tushunarli va amaliy ma'lumotlarni yetkazishda davom etaman.